Rolik tanaffusdan so'ng FOHD yana YouTube'ga ijodga qaytdi bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan FOHD. Bugungi videomizda sizlar bilan Podpack opening bo'ladi. Video boshlashdan oldin albatta like bosib, kommentariy bosib qo'yinglar. O'tgan videomizda adashmasam 1 oy oldin qo'ygan edim. Mana shu ishlar bilan bo'lib YouTube'ga joylamagandim. O'tgan videomiz 9 ta prosmotr oldi. Yaxshi, sizlardan so'rab qoladim. Videoni ko'rayotganinglarda albatta obuna bo'lib qo'yinglar deb so'rab qolgan bo'lardim. Bugun Podpack opening bo'ladi. 350 coin 7 ta pul o'ynab qo'yganman. 5-o'yinni olamiz, ko'ramiz. Demak, Podpack Worldwide 2-oktyabr 2025-yil. Pakda Julian Alvarez yoki 101 yoki 102 bo'ladi. Bu shubhasiz Real Madridga qarshi Real Madridning ustidan g'alaba qozongandan keyin chiqdi bu kartasi. Shtrafnoydan dahshat gol urdi bu. Plus yana dubl qayd etdi. Shtrafnoy bitta gol urdi, keyin yana bitta o'yindan gol urdi. Shunda dubl qildi. Hop. Bular ko'tariladi, hali driblinglari yaxshi, finishing yaxshi, hitting pass, curlari yaxshi, tezliklari ham yaxshi, kicking power 90, zarbasi, balans stamina yaxshi. Accuracy'ga booster berar ekan. Keyin yana bitta o'yinchimiz bu albatta Magalhaes Destroy seriyada hitting 91, defending tackling'lari yaxshi, agressiyalari bor, speed bo'ladi, jumping yaxshi, physical contact, stamina, defending, hitting, weight pass, marking, walker, himoyachiga nima qanaqa skilllarga bo'lsa hammasi bor. Mike Mignan attacking goalkeeper. Bundan taktikalari yaxshi. Skilllar pakda bo'ldi. Yaxshi o'yinchi yo'q. Mana shu ikkitasi tepa xatoda turgan Mignan, Magalhaes, Alvarez kerak. Agar Alvarez chiqib qolsa, balki gameplay video qilamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Free ga o'tishimiz, birinchi ko'rinatimizda free. Hop, ko'ramiz va bu Manchester City'dan so'z Reba yaxshi o'zi Reba yo'q edi manfaatlarida. Podpackda va turibdi Mateus Nunes. Manchester Unitedning yosh o'yinchilaridan bittasi. Endi bu yerga sekin coinslarni ishlatishni boshlaymiz. Hop, Alvarez kerak, Magalhaes va bu PSJdan Beraldo'ga adashmasam. Bu Ila Zavarni. Ya'ni ikkita imkoniyatimiz qoldi. Magalhaes usullar bir nimalar ko'ramiz. To'g'ri chiqib qolsa Alvarez u 102 bo'lishi mumkin. Yoki 101 yoki 102 bo'ladi. Aniq aytib bo'lmaydi. Magalhaes ham shu, yoki 102 bo'lib qolishi mumkin ketdi. Va bu Tapsoba tushyapti. Bizada yana bitta imkoniyat qoldi. Hop. Va Crystal Palace'dan Nikita. Bo'ladi, yaxshi. Yomon emas, mana bizga berdi. Hozir biz tanlab olamiz. Shubhasi. Magalhaes Destroy. Bunda Destroy yo'q. Mayli. Agar gol pocher bo'lsa, Alvarez topadi. Deploying forward. Mayli, davay ko'ramiz. Bizga o'ynatib ko'ramiz. Balki yo'llar. Hop, divizionda match o'ynab ko'ramiz endi sizlar bilan. Hop, bolalar, mana raqibam topildi diviziondan.
Hop. Raqibam topildi. Rossiya 5-diviziondan. Bizda Potov sostav mana shunaqa holatda Lewandowski, Van Basten, Angliya pack olingan. Sxema lekin g'alati. Chek bor, Messini eski kartasi bor, Suarez bor, Ballot header, Kam bor, account old. Hop, hozir o'ynashga harakat qilamiz. Bizda hozir mana shunaqa bo'ldi. Hammasi yaxshi. Niko Williamsdan tashqari chunki o'ynashga kayfiyati yo'q. William Alvarez qo'yamiz. Keyin ikkinchi taym mavjud holat ko'rishimiz mumkin. Mana ham boshladik. Raqib ikkita zashtani yoqdi. Okey. Mayli, paslashib o'ynashga harakat qilamiz. Yaxshi. Yamal doyotma qoldi. Yaxshi, Bellingham, Alvarez. Voy, pas o'tmay qoldi. Toshnash, Javonevichdan pas o'tmadi. Yaxshi. Hozircha lekin aytarli bir hujum qila olganimiz yo'q. Williams pas voy holatga jo'natma qoldi. Uzatma pas Alvarez. Voy, taktik o'ynab nimadir qilsa bo'ladi. Atak rapslar o'zinglar. Voy, voy, qutqardi. Yaxshi. Pas Bellingham, Mendes. Yaxshi. Holland, Yamal. Yaxshi. Hop. Voy. Qaltis o'ynadik hozir. Pas. Yaxshi. Oy. Okey. Pas. Yamal. Voy, qayta pas o'tmadi. Oradan paslar o'tmayapti. Raqib yana chiqib ketdi. Oy. Penalti. التقدم روعة رغم أن الحارس أخطأ في تحركه وأعطى الفرصة للتسجيل. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. الدقائق المقبلة ستحدد مصير المباراة. لا يجب السماح بأي خطأ يقلب إلى المباراة ويضيع عودة الخطوط الخلفية. عندك تسعة أخبار. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. نونو مينديش. نيكو ويليامز يلعب الكرة إلى الوراء. yaxshi hop, ikkinchi taym boshlandi bolalar. Hop, إذا سنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. ikkinchi taymda nimadir في هذه الظروف يجب أن o'yishga يلعب harakat الفريق qilib ko'ramiz. بتوازن في الأداء لأن الاندفاع نحو الهجوم قد تكون له نتائج عكسية. Hop, تدرج to'p bilan muomala yaxshi كروي bo'lyapti-yu, lekin foyda bermayapti. يدير ميليتاو. Hujum qila olmayapmiz. Raqib كرة تعود إلى منتصف zo'r الملعب. himoyalanyapti. Ikkita himoyani yo'q qilgan holatda qarshi hujumga tayanib o'ynayapti. والآن وصلت للهدف. Lekin ish beryapti-da raqibda. راحت عنده في مكان جميل. يا سلام على المهارة على الكرة Keyin الجميلة. hujumga chiqyapti mana. Voy, xavfli. يحاول إدراك التعادل في الشوط الثاني. لامين يامال. نشوف تمرير Hop. للأمام. Holland, تركيز Holland, ممكن Holland. يحطم في المرمى. Alvarez gol. Mana yaxshi bola, yaxshi bola. Alvarez yaxshi gol urdi. يقدم فيها نفسه.
Va biz ham tezroq o'zgarishlarimizni qilib olamiz. O'yinchilar charchagan. Hop, o'yinga Salah tushadi. Hop, Kapellar hozircha yaxshi holatda-yu. Ну, давайте Mbappeni qo'yamiz. Sibiga Van Dijk sarg'i bor, o'shaning uchun Zabarnini qo'yamiz. Militao mayli turaversin. Yaxshi turibdi bu. Usmon Dembele. Давайте chapga. Va bo'ldi menimcha markazda biron xil o'zgarish qilish kerak emas. Hop, bolalar, davom etamiz. Shu tartibda pozitsiyalar bilan to'g'ri o'ynasak, menimcha yutamiz. كلا الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل Yaxshi, xato. بهذا الهدف بهذا التعادل تعود المباراة إلى نقطة البداية. Militao yo'q, o'tkazib الله mayli. عودة للتقدم من جديد. يا سلام على قطع الكرة والإنهاء المثالي. هذه الروح والإصرار والعمل الجاد. ضغط مميز الحقيقة في كرة القدم الحديثة. لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الأخطاء لأن العقاب راح يكون سريع جدا. Voy, yaxshi Mateus دخل Neves. لقلب الموازين. دخل O'ziga لصناعة الفارق. هنا يصنع الفارق يسجل. pas. Mbappe. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة Drogba. بعد أن دخل كبديل تعطيهم ثقة أكبر Dembele. في الدقائق القادمة. Yaxshi. والآن يتقدمون في النتيجة بفارق هدف. Voy, Alvarezga cho'tmay qoldi. بهدوء وكثير من العزم يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. Mendes, يتدخل Militao. ينهي الهجمة قبل أن تشكل Bellingham. خطرا على فريقه. Neves, جوليان ألفاريز. Alvarez. مبابي. Va Mbappe. كرة تصل إلى شنايدر. كرة تلعب على Juda اليسار. qiyin bo'lyapti. Yomon qiynayapti. Hech bo'lmasa durang qilishimiz kerak. جوليان ألفاريز. Alvarez, yaxshi, ikki. على هذه المباراة هدف التعادل يزيد من الإثارة والحماس. واضح التركيز، واضح العزيمة والضغط على الخصم من أجل تسجيل مثل هذه الأهداف. فيه طاقة وحيوية هنا من أجل Alvarez تطبيق yo'q, الضغط chiqmadi. وخطف الكرة والقيام بهجوم مرتد جاء من خلال Zabardi. هذا الهدف. Hop, أصبحت النتيجة va تعادل yaxshi pas مرة أخرى. o'tmadi. Qayt, حلوة التمريرة الطويلة. darvozabon chiqib ketsin. Yaxshi. موجود لإبعاد الكرة. Salah, صلاح